Kosmosga qovun jo'natgan farg'onalik otaxonni bilasizmi? Farg'onalik Xalq akademigi nomiga sazovor bo'lgan Abdasxon ota Ali Gavharov polischilikda maktab yaratgan insonlardan biri bo'lgan. Qo'shtepa tumanilik Mirishkor har yili 50 gektar yerdan ortiq maydonga qovun tarvuz ekib, mo'l hosil olib kelgan. U kishi turli hududlarda qovun urug'larini yig'ib, uning yangi navlarini yaratishga harakat qilardi. Albatta, mehnatlari zoya ketmadi. 70 turdan ortiq qovun navlarini yaratdi. U bir yilda o'rtacha 300 tonnadan ziyod qovun tarvuz mahsulotlari yetishtirgan. Hatto 600 tonnadan ortiq hosil ham olgan. Otaxon o'zi parvarishlagan qovunni 1981-yilda kosmosga kosmonavtlar Anatoliy Berezyevy va Valentin Lebedevga jo'natgan. Bu xushxabar o'sha paytda jamoatchilikni hayratga solgandi. Kosmonavtlar qovun yeyishgani shukronasiga O'zbekistonning kelgusi yil ob-havosi haqida ma'lumot bergan. Farg'ona haqida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatib boring.